3 oyda bitta qo'y nech pul daromad qilishi mumkin? 3 oyda. Ha. Pul narxini eshitishdi. Endi-da siz nech pul 3 oyda bitta qo'y uyingizda nech pul yeb chiqib ketadi? Bozorga yetib boradi. Odam meni olishimda qilib odamlar Xo'p. kimdir ololadi, kimdir ololmaydi. Hop. Meniki million oshiqdan foyda qiladi. 1 milliondan oshiq foyda qiladi. Lekin odamlar yoshi misol 8 taligini ham olishaveradi. 8 talik, undan qarisi bo'lmaydi. undan qarisi bo'lmaydi. Ikkitish, to'rtish qo'y o'zgarishga ham yaxshiroq bo'ladimi? Yaxshiroq bo'ladi. Ikkitish Bunisiga 3 paqir, bunisiga 4 paqir. Ayda 9 dona. bayda 9 ta. Ustiga savarilaveradi. Bitta ham go'ngi tushgan bo'lsa ko'rib qolma. Mana ustiga to'g'ri, shuni. Xomlig'ida 10 kilo, 6 kilo. Bir oyda. O'shanda bo'kib buni yegan qo'y bo'kib qolmaydimi? Bo'lsa ham o'zi yozilib ketaveradi. Bu pishgan makka va mashina qilib yeb tursa qo'y necha oyda tayyor bo'ladi? Qisqarsa 70 kunda pishadi. 70 kunda qo'y tayyor. Ashi Makka bug'doy. u makka juda katta ketaganda pishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilar. Azizam jon menga uy sharoitida qo'y boqishdan ko'proq chiqani degan akalarimizga bugun maxsus video bo'ladi. Akalar Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha mashhur arzon cho'ptimchilar qishlog'ida, xudo xolasa, o'sha Islom akamiz o'zlarini bir 30-40 ta qo'y bor ekan, qanaqa qilib boqib, qanaqa qilib katta daromad qilsa bo'ladi degan akalarimizga bugun maxsus video bo'ladi. Agar xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like deb tirsiz bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib tursalar, maynaqa qo'y chiqarib, qanaqa qo'y olib foyda qilsa bo'ladi, qanaqa katta daromad qilsa bo'ladi degan akalarimizga sekin o'zlaridan chiroyli qilib ma'lumotlar beramiz. Akalar, hatto kuniga bugun juma ayyomi hammamizga muborak bo'lsin deya biz videolarimizni yo'masdan boshladik akalar. Juma bo'lsa 2025-yil 25-aprel, xudo xolasa yo'masam mashina qilib pishirilayotgan akalar, mana o'zini qiyidan chiqqan narsalarni chiqarib maynab pishirib, yo'masam sekin o'zlaridan chiroyli qilib bor ma'lumotlar beramiz akalar. Yo'masam Islom akamni o'zlari. Hormay Islom aka. Tinchmisiz? Qo'ylar qarayapsiz? Xudo xolasa qo'ylarni yemini tayyorlayaptilar akalar. Mana qanaqa qilib boqish. Yemiydigan payti bu. Yem soat o'zi necha 6 da yemaydimi? 6da o'tganda 6da yeydi. 6 dan o'tganda 6larda yem yeydi. 8da. Ertalab 8da. 7:30-8da beramiz. 7:30-8da. Akalar mana. Buni ichida nima bor hozir bayda? Mana makka bug'doy pishirilgani. Bunga hozir olib qo'ydingizmi makkani, bug'doy bilan makkani pishirilgani? Bu issiq, hozir pishdi. Issiq, ha. Mana. Suvini ham aralashtirasizmi hozir bunga? Bo'lmasa-chi. Ko'p yerda borganda suvini hali qilmaganda-da. Siz suv bilan berasiz buni. Buni ustiga chuluq solyapman, kepak solyapman. Hozir ana makkani aralashmasidan. Mana makkani ustidagi po'sqalari bo'lardi, o'shandan qolmay qoldi. Ha, o'shalarni ham aralashtirib berasiz. Ha, o'shalarni aralashtiraman. Hozir men qozondagini oz buni qilib oldim. Men idishim kichkina, yarmi bunda turibdi. Mana shu qozonda pishgandan keyin suvi qolmaydi, to'ladi. Xo'p, to'lgandan keyin ikkiga bo'laman-da. Yarmini bunga, yarmini bunda bir paqirdan sovuq suv quyaman. Sovuq suv. O'shanda mana makka sal qo'lni kuydirmaydigan bo'ladi deysizmi? Ha. Qo'lni kuydirmaydi. Sovushi sal qiyinroqda. Yo'q, u baribir o'zi suv qo'shish kerak-da. Baribir o'zi suv qo'shish kerak, ha. Mana mayna qilib mana tayyor bo'ladi. 70 kun akalar, mayna qilib 70 kun. Qo'y buni yegan qo'y haqiqatan o'ta boshqacha o'zgarsa kerak. Tayyor. Mana mashina tayyor bo'ladi. Mana mashina qilib faqirga akalar. Boshlanishiga 3 tadan boshlaysizlar, 5 tadan qo'yga bitta paqir, 15 ta qo'yga 3 paqir. 15 ta qo'yga 3 paqir edi. Yangi boshlayotganlarga. Yangi boshlayotganlar bir haftadan keyin 4 paqirga chiqarishadi. 15 kun shunda edimi ya? Yo'q, bir 20 kun. 2 hafta davomida 4 paqirdan yo'radi. 4 paqirdan 15 ta qo'y. Bir oygacha o'rta. Birinchi birer hafta 3 paqirdan keyin ag'i 4 paqirga chiqarib qo'ysa 1 oyga olib borasiz.
bir oyga borasiz. Ha, tushunarli. Pishmagan lekin makka bo'lsa o'ltiradi. Pishmagan makka kerak lekin qattiq haligi bo'lishi mumkin. Pishmagan lekin o'ltiradi. aralashtirilib berilgan. Necha mahal edi mashinani? 2 mahal. Ertalab kechqurun. Bitta nima edi? Bitta hashagi bilan suv keladi xolos. Masalan, olti akalar qolgan ma'lumotlarni shu qo'yni oldiga borib beramiz. Hozir bu masal mashina pishirib ko'rishsa keyin bilishadi. Qo'y qanaqa qilib o'zgarishi, qanaqa o'sha Puli ham arzon tushadi-da. buni ham puli ham arzon qulaydi. Puli ham arzon. Buni degan qo'y haqiqatan boshqacha o'zgarsa kerak lekin. Hozirda 5 kilo bug'doy, 5 kilo makka solsangiz 40 ta qo'yga chiqsa 10 kilo. Bor 7 kilodan 14 kilo makka bug'doyni pishirasiz. 3 kilodan 6 kilo 2 mahalga kessa, kepak 12 kilo kepak 14 kilo 14 kilo haliga ketadi. Makka bug'doy. Makka bug'doy. Necha yildan beri mashina qo'y boqib daromad qilasiz? Bizmi? Ha. Ishimiz chiqqandan beri. Necha yil bo'ldi o'zi ishingiz chiqqaniga? Ishim chiqqani endi inam biladi-da, meni ishim chiqqani. Men qaydan bilaman? Nima deydi bir necha yildan beri demoqchiman-da, shuni 34 ga kirdim. 34. Esimni taniganimdan beri shuni ichidaman. Buni olib kelaman, odamlarga yetkazib beraman. 30 yildan beri Qashqadaryodan, Qirg'izistondan, Jizzaxdan meni ko'rganlar, bilganlar hamma taniydi. Bu 100 ta so'raydimi, 50 ta so'raydimi, tov beraman, 200 ta so'raydimi? 200 ta so'raydi, to'g'ri akalar. 30 yillik tarjiba deb o'tib ketaveraylik, 30 yillik. Shuni ichidagi odamman. Ham baqaman, ham shu bilan shug'ullanaman. Daromad yaxshi. Chidasa bo'ladi. Xudoga shukr, nolimaymiz. Nolimaymiz akalar. Birovdan kam bo'lib qolgan yerimiz yo'q. Ko'p nechtagacha baqqansiz? O'tgan yil 30 ta baqadim. Hop. 40 ta qilib qo'ydim. Bu yil 40 ta. Prosta haligi o'zi savdogarsiz, prosta endi uyda turadi qo'ylar, to'g'rimi? Ha. O'zlari savdogar, nima deydi? Qo'y uyda turadi, 40 ta qo'y. Mashina qilib yeydi akalar mana. Like tirs bosmasalar ham bo'lmaydi akalar bu ishlarga. Bu necha soatda pishadi mana shu makka bilan bug'doy yeylik? 2 soatda pishadi. 2 soat qaynaydi mana shu Mana o'zini. Mana o'zini qiyida, o'zini taqasa. Aynan qalab qolmasa, yaxib qolma, pishadi. Bu hozir hamma paqirlikda 40 ta qo'yga yetib ketadi-da, o'shanda, to'g'rimi? 11 paqir 40 ta qo'yga yetadi. 11 paqir qilasizmi hozir buni? Yana tayyorlaysizmi hali? 11 paqir akalar 40 ta qo'yga yetadi. O'shanda bitta qo'yga necha kilodan daligi bo'lishi mumkin, tegishi mumkin. 11 paqirimiz, bitta paqirimizni o'rtacha 6 kilodan pishganingizni hisoblab olavering. 10 paqirimiz 60 kilo bo'ladimi? Shu 10 paqir 60 kilo bo'ladi. Bu pishgandan keyingi holati-da. Pishgandan keyin Kepak 3 kilo chuluq. 3 kilo chilar. 16 kilo, 19 kilo yemdi bir mahal yeydi. 19 kilo ham bir mahal. 40 ta qo'y. 40 ta qo'y. 20 yarim kilodanga bor ekan-da pashti. Shunaqa. Yarim kilodan pashti. Shunaqa. Yarim kilo deylik akalar, yarim kilodan tiy ekan. Pishgandan keyin lekin 1,5 kilodanga bu aralashma suv bu hamma yo'g'i bilan 1,5 kilodanga aylanadi. Pishgandan keyin 1,5 kilodan aylanadi. Bu pishgandan keyin yancha ko'payadi. O'sha 1 kilo, 1,5 kilo bitta qo'y yevoradi. Xotirjam. Bitta qo'y pishgandan keyin tashlayman, to'kaman, ko'rasiz. Ha, tushunarli. Mash 4 paqirda shu o'shida 20 bitta qo'y yevoradimi yo 5 paqir, 6 paqir ketadimi ularga? 7 paqir ketadi o'sha. 7 paqir. 20 bittasi. O yangilar bor. 8 talikdan. Bitta 10 talik, bitta 8 talik. Yangi ularga sal azroq beriladi. Ularga 2 paqirda. Ularga 2 paqirda. Mana u narigilar o'zi yetilib qolgan qo'ylar 50 kun bo'lib qoldi, yetilib qoldi. Keyin akalar like-ni bosib, otangga rahmat deb manchalik nima deydi? Mehnat qilayotganlar uchun like-ni bosib, kommentariya yozib ketasizlar.
umuman ag'dag'da xolasa sekin ash qo'yiladi. Qanchadan olib, qanchadan daromad qilyaptilar o'shani ham to'liq yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Sizlar like bosib tursalang bo'ldi. Bizning kanalni qo'llab-quvvatlab tursalang bo'ldi akalar. Mana bunaqa ko'p foydali videolar chiqarib turamiz. Qaytadir foydali bo'lib qolishi mumkin akalar. Yana oxirigacha ko'rib turavering. Mana akalar, mana shunday qilib har kuni mana shunday tayyorlab berasizmi? Har kuni 2 mahal, ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun mana tayyorlab berilaveradi. Har kun 2 mahal. Endi bunisini yana alik olinganda, bayga yana. Olaman-ku. Supun buni aytiramayman. Ashna qilib olinadi. Yem tayyorlash jarayoni deydi akalar. Ana anda qilib tayyorlanadi akalar mana. Bu sal issiq emasmi demoqchiman? Issiq. Hozir ular aralashtirgandan keyin soviydi. Ular aralashtirilgandan keyin sal issiq ekan demoqchiman-da, shungalik Issiq. O'ta issiq. Yomazam biz sekin nima deydi? O'chirib to'lash qo'ylarga yem berilayotgan joydani sekin ko'rsatsak bo'laveradi. Bo'ladi. Mana bag'ini oldimiz odamlar ko'rdi. Ko'rishdi, xudo xolasa, yomasam qo'y qanaqa berilayotgani hammasi sekin akalar video davomida ko'rib borsalaring bilasizlar akalar. Islom aka, mana shu oxurda qolganlari ham turaveradimi? Mana shu oxur mashi. Mana shashagini qo'ymaydi, mana ustiga suv beraman. Shagini sevaveradi. Bu abitdagi yemmi bu shashag? Abitda solingan shagi. Nima shag o'zi bu shag? Yerga alagis palagin. Yeranga palagin mana nima deydi akalar mana? Naqas, mosh mana akalar qayerga olinadi? Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qo'ylar boqib, mana shunday qilib boqiladi akalar qo'ydan. Qo'ylar o'zi past. Bular yetilib qolganmi qo'ylar? Ha, bular necha oy bo'ldi kelganiga bular? Bular 1,5 oy, oldiga 2 oy bo'lyapti. 1,5 oy, 2 oy. Endi har xil emas, bitta bir xil kelmagan-ku. Kelmaydi-yu. Shunaqa, bular terib o'zlari yaxshi-yaxshidan boqqan, tashalgan suyali o'sha. Mana akalar qo'ylar, lekin badani o'ta. Necha oyda qo'y boqib tayyor qilib chiqarib olasiz uydan siz? 70 kun, 80 kun. 70 desa 90 kunda. 3 oy. 3 oy deylik, ha, 3 oyda qo'y tayyor bo'lib chiqib ketadi. Bo'lmasa 70 kunda sotib olamiz. 70 kunda emasam sotib beriladi. 3 oyda qo'y tayyor bo'lib chiqib ketadi. Mashina nechta qo'y bor Islom aka? 20 bitta. 20 bitta qo'y. Nechta mashina ona uzunligi mana necha metr mana qasi? 20 bitta qo'y necha metr turaveradi degan akalarimizga-da bu. 6 metr. Onun taqasiga 6 metr, ha? Onam taqasi. 6 metr sig'averadi mashinada qo'ylar hammasi hozir. O bitta tog'ada qolib ketib qoldi mana shular demoqchi. Hozir ana ya oldiga 7 ta qo'yga qo'shyapti. Bular sal semirib kengaygan deb menimcha, bu hozir. Bu qo'ylar kelganda bunda qolmagan bo'lsa kerak lekin akalar. O'ta hozir shuncha qo'y bittasi menimcha bedimda qarasam siqat qilmaydanga o'xshadi-da. Shunga akalar, ha. Mana qilib boqish hammamizga nasib qiladi akalar. Bunday qilib boqsangiz, ishdan kelib ko'rsangiz charchaqlatib ketadi akalar mana. Qo'yganlar qayda Islom aka qo'yiladi? Qo'yganlar, 40 ta qo'yga. Qo'yganlari ularni 8 ta turibdi. Mana akalar aşağıda qo'ygani. Sekin, yo'qsa mashaydan bir ma'lumotni berib qo'ygansiz. Qachon necha oy bo'lgan, nechidan tayyor baqasiz, shuni ma'lumotini bermasangiz bo'lmaydi Islom aka. Necha baqirni to'kdingiz hozir mashaga? 5 baqir. Bayda 12 ta. Bayda 12 ta. Mana akalar. Bunisiga 4 baqir, bunisiga 5 baqir olib ketmadimi bunisi? Yo'q. Bunisi 4 baqir to'kilyapti endi, bunisi 3 baqirmi, 4 baqir. 4 baqir bo'ldimi bunisi? Necha baqir? 3 baqir, 4 baqir bo'ldi. 7 baqirda. 7 baqir. Islom aka mana Tepasidan ko'rsatib o'tirgan biladi. necha oy bo'ldi dedingiz kelganiga?
Oldiga 2 oy bo'ldi. Oldiga 2 oy bo'ldi. Mashallah, qo'ylar akalar Buning ichida 1 oy va to'lmagan qo'ylar ham bor. bir oydan kelmaganligi nima deydi? Kelganiga bir oy bo'lmaganlar ham bor. Bor. Bir oydan kelar. Mana 100 kilo oshiqlari bormi? 100 kilodan oshiqlari ham bor. Bular yana necha oy boqasizda, necha oy tayyor qilib sotib yuborasiz? Qur'onliqqa-da. Qur'onliqqa tayyor bo'ladi. Inshaalloh. Mana shu necha kilolik bo'lishi mumkin mana shu qo'ylaringiz. Masalan, shu qur'onliqda yaxshi baqsangiz. Shunaqa. Go'shi 60 kilolik bo'ladi. Bo'ladi. Go'shi 60 kilolik bo'ladi. Islom aka nima deydi? Buning ichida hammasi 50 kilodan o'tadigan qo'ylar. O'zingiz mashq qo'yiladi. Aytoring ochiq. Nima deydi? Nech puldan olib, baqib, nech pul daromad qilsa bo'ladi, shunisini ma'lumotini bering. Nech puldan olib tashagansiz mashq qo'yiladi? Qo'ylarni ona bola olib, bolasini sotganimdan keyin 3,5 million. Hop, Oldi 4 million qolgani ham bor. 4 million qolgani ham bor. Har xilda bayda. Ha. Sizga quyuq-suyuq mashada nech pul turibdi mashada? Hammasi 40 bittasini 40 nechtasi nech pulda turibdi sizga deb hammasini pishganingizda. Xabar pishganimda hozir 9 ta 10 tasini bolasi bor, uni pichib bo'lmaydi. Qolgani mana shularni ayting. Yakka qo'ydi. Pichganda hozir bizga o'rtacha 3,5 milliondan turibdi. 3,5 milliondan turibdi. Mana shu qur'onliqda nech pullik bo'lishi mumkin? Buni endi avvalo xudo 6 million o'tadigani ham bor. O'zi hozir 5 milliondan o'tadigani navol. 5 milliondan o'tadigani ko'p. 100 kiloliklari endi turish holati 100 kilolik ko'p. Katta gigant qo'ylar ekanda akalar mana. Bunga qarang qo'y yursa ko'rinadi. Haqiqatan uni qarang mashalloh. Haqiqatan o'ta katta gigant akalar. Hammamizga mayna qilib boqish nasib qilsin akalar. Qo'yni qarang mana. Mashalloh. Haqiqatan havasga mehr bilan qaraladi bu qo'ylarga. Yana qo'yim bor ekan deb olib kelib tashab qo'ysa u ziyon qiladi. To'g'rimi Islom aka? Bu mehr bilan qarash kerak bu qo'ylarga. Iye, bo'lmasa jazamga. Bularga Lekin gapirasizmi? nima deydi? Mehr bilan qaralsa, nima deydi? Foyda qilaman degan akalarimizga nech pullik qanaqa qo'ylarni olib boqish tavsiya qilasiz, Islom aka siz? Mana shular yangi keldi. Mashallah. Bular mana shu ona juni olinganlari 3 million 450 mingdan yetib kelgan. Qachon necha kun bo'ldi mana shularga? Bir hafta. Bir hafta. Bularni ham baqqani tashlaysiz. Ha, endi monolar qimmat qo'yazimja. Mana qashqalar mana ular. Monolar qimmat qo'y. Nech pullik qo'ylar mana shular, Islom aka? Bular 4,5 million 600 mingdan bo'lgan. Bir 3 tasi. 4 million 600 ming so'mdan. Mana baldag'i mana ilgariroq o'tgan bir kishi boqib turgan bo'lgan, undan men oldim. Bular ham baqqani tashladi akalar. Qo'ylar lekin mana bunaqa suyalik. Nima deydi? Islom aka yoshi qanaqa? 4 tish, 2 tish, 8 tish qanaqasini olib, nimasi qanaqa endi yoshi kattasini tavsiya qilasiz, nimasini tavsiya qilasiz? Endi bar 30 yildan beri nima deydi? Tajriba bordir, bar nima deydi? Shu an biz ma'lumotini bering. Tish 4 tish qo'y, o'zgarishga ham yaxshiroq bo'ladi. Bezib qo'ying shuni. 2 tish 4 tish qo'y. Mashlar nechi? Mash 4 tish 2 tish qo'ylash kerak ko'p menimcha. Mashlar 10 ashlar. 6 tish 4 tish qo'ylar. 6 tish 4 tish. Mashlardan qur'onliqqa tayyor qilib yuborasiz, xudo xolasa. Pishadi, Qur'onliqqacha akalar tayyor bo'ladi lekin. Nima deydi? 500 ming, 600 ming, 800 ming qo'ylar. Yaxshi olib, nima deydi? Olishga ham bog'liq-ku. Yaxshi olib, arzonroq olib, yaxshi baqsa 1 milliondan foyda qilaveradi. Qilaveradi. Xotirjam. Haligi bu 100% emas, qaysinisidir 1 million, qaysinisidir 500 ming, qaysinisidir 800 ming. Lekin ziyon qilmaydi. Yaxshi mehr bilan qarashsa, lekin bu qo'y jannatdan chiqqan narsalar akalar nima deydi? Tavsiya qiladilar, xudo xolsa. Mana shunaqa qilib boqsalang kimdir foydalida baribir nima deydi? Musofirda akalarimizga ham o'zingiz Rossiyaga borib kelgansiz. Menmi ilgari Rossiyaga borganman. Borib kelingan. Lekin mana shu qo'y boqib bormay qo'ydingiz. Ha, yo'q, men o'zi polnisda shu qo'y bilan shug'ullanaman, tug'ilganimdan beri. O'rtada endi taqdir taqozo, vaziyat sharoit bilan bo'lib borib keldingiz. Keldim-da, hamma qiziqqanday men ham qiziqib. Qiziqib borib keldingiz. Lekin endi xudo xolasa mana shu qo'yni orqasidan yomon bo'lmadim. Lekin mana shu qo'yni orqasidan lekin borilmaydi, xudo xolasa. Endi iloji boricha mana shu yerda ota-inani qo'ynida mana shu yerda qo'y boqib, tirikchilik o'taveradi bemalol. Biz
hamma narsamiz shu qo'ydi ketdi. Ana qo'sha mashinamiz ham, dadam, opalarim hojaga borib kelishi ham. Hammasi mana shu qo'ydi orqasidan. Biz hech qayerda ishlamaymiz, hech qaysi. Hammasi mana shu qo'ydi orqasidan. Shunday. Mana shunaqa qilib akalar mana hojiga ham borib uchastkalar mashinalar hamma oling mana shu qo'ydi orqasidan. 30 yildan beri mana shu qo'ydi tarjibada endi qanaqa qilib boqib hammasini sekin arzonroq olib yaxshi vaqtsalang mana daromad qilsa bo'laveradi. Bemalol. Islom aka xotirjam mana tavsiya qilasiz, mana qilib qo'y boqib nima deydi? Qilaman, telefon qilsin. Hop. So'rasa haligi qo'y kerak bo'lsa kelishaversin. Soni cheklanmagan miqdorda. Nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Ha, bemalol. Nomeringizni qo'yib ketaykanmiz. Akalar, bo'lmasa qanaqa qilib tushunmaganlarni bir so'rab, qayda biz ham tushunmagan yerlarimizni nima deydi, bilmagan bo'lsak, nima deydi? Islom aka bozorda olib kelgandan keyin qo'yga sirazi ham ko'proq haligi nima bersa bolalardan bo'lmaydimi? Bozordan endi sirazi qo'yib keldingiz deylik. Bu misol yo'q, azroqdan berasiz. Azroqdan berib, siz ham endi mana shu yerga olib keldingiz, azdan berib o'rgatilib olindi. Azroqdan berasiz. Azdan berib o'rgatilib olindi akalar mana. Mana shunaqa qilib boqsalang qo'y 60 kilolik bo'lib chiqadi. Ularni qarang akalar, mana shu katta. Mana akalar. Mashalloh. Akalar haqiqatan mana qilib boqsalang hammamizga nasib qilsin degan odamlar like bosib, kommentariyada chiroyli fikr bildirib ketasizlar akalar. Mana. Mashalloh. Islom aka endi nima shu bugunga shu ma'lumotlarmi? Xudo xolasa shu. Tavsiya qilasizmi obunachilarga, nima fikringiz bor? Mana qilib boqishni tavsiya qilasizmi? Ha, mana ko'rib turishibdi. Buni bir yalg'on yo bekitib, yo buni qo'shib joqda gapirganim yo'q. Kerak bo'lsa telefon qilsin, qo'y kerak bo'lsa ham qilishaversin, to'p beraveramiz. Bemalol. Kelar yo'masam mashinalar ham sotilaveradi. Ekson, peksonga kerak bo'lsa, has qilsa bular. Ekson, peksonga kerak bo'lsa, telefon qilasizlar. Yo'masam akalar, bugunga shular ma'lumotlarimiz xohlasa, yo'masam sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Like, sotish, ertan chiqmas akalar.